Sizlar qandaysizlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan tanishganimizdan mutlaqo xursandmiz. Bugun sizlar bilan eng zavqli kunlarimizni namoyish etamiz. Shuni bilasizlarmi? Albatta bilamiz. Sizlar bilan o'ynaymiz, quvnaymiz, yana o'ynaymiz, yana quvnaymiz. Hop, endi qayoqqa borishimiz kerak? Bizning Shirin degan dugonamiz bor edi. Hozir oldiga boramiz. Qalaysiz, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Ishlab charchamayapsizmi? Ha, yaxshi. O'zing yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yo'q, rahmat. Charchaganim yo'q. Nima gaplar? Ishingiz yaxshimi? Ha, rahmat. Zo'r. Mayli, xayr. Ishingizga omad. Mayli, sizga ham ishingizga omad. Xayr. Salom, qalaysiz? Yaxshimisiz? Ishon ko'p beri tirga qoladi. Qalay ahmoq. Shirin, qaniysiz? Yaxshimisiz, Shirin? Yaxshi. Qayerga O'zingiz ham yaxshi o'siz? Ha, yaxshi. Qarang menga. Ha, Shirin. Ishlayapsizmi? Ha. Bo'pti, bunda men uyga boray. Xo'p, ketdim. Uyimga borishim kerak hozir. Bu ana bizani uyimiz. Dugonlarimiz uyida shu. Manlarda Shirinda uyi, Shirinda uyi. Men bu yerda bizani bir chiroyli uyimiz mayda Ezoza dugonamiz uyi. Keyin manlarda esa meni uyim. Nimaydi? Anaqa chiroyli uyim. Ikkita qora eshik va o'rtasida oq eshik. Chiroyli uyim bor. Bu mening mehmonxonam. Kim urdi meni? Mehmonxonam. Bu esa hojatxonam. Shunday chiqasiz, bo'yim uncha yetmaydi, sakrab chiqishga majbur bo'laman. Voy xudo. O'tiraman. Buni hamma ham biladi. Endi turaman. Yipaman. Voy xudo. Qo'limni yuvaman. Va ketdim. Hojatxonam bu. Men bu eshikdan chiqaman-da. Men bu yer meni mehmonxonam. Hozir ko'rsatdim. Bu esa meni xonam. Maxfiy xonam. Narsam. Ha, eslatib o'tay. Meni ismim Guli. Meni Guli chaqirsangiz ham bo'ladi. Sizlar bilan ko'rishguncha xayr.